Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan fundamental analiz o'zi bu nima va fundamental holatning kompaniya yurishiga, ya'ni aksiya yurishiga qanday ta'siri borligi haqida suhbatlashib o'tamiz. Fundamental tahlil bu o'zi bozorda 9,5 mingtadan oshiq kompaniya bo'lsa, aynan pulimni nega mana shu kompaniyaga kiritishim kerak degan savolga javob olishimiz mumkin. Bunda kompaniyani moliyaviy holatini va kompaniya faoliyatini tahlil qilish orqali javob olamiz. Bunda kompaniya holatini tekshirishda, moliyaviy holatini tekshirishda har choraklik hisobotlarga tayaniladi, ya'ni har 3 oyda bir marotaba kompaniya choraklik hisobotini chiqaradi va mana shu choraklik hisobotlarni o'qib chiqish orqali kompaniyaning moliyaviy holatiga baho berishimiz mumkin. Ya'ni kompaniya oxirgi 3 oy davomida yaxshi daromad qildimi, sof foydasi oshib bordimi, mana shu kabi savollarga javob olishimiz mumkin va keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu kompaniya faoliyati. Ya'ni u kompaniya innovativ yo'lda savdo usullarini amalga oshiradimi, ya'ni zamon bilan hamnafaslikda faoliyat yuritadimi yoki eskicha usulda qolib ketganmi? Mana shu kabi savollarga javob olishimiz mumkin bo'ladi. Biz fundamental tahlil qilish davomida quyidagi 8 ta jihatga e'tibor qaratishimiz lozim ko'riladi. Sababi mana shu 8 asoslar juda muhim hisoblanadi. Endi birinchi asosimiz bu kompaniyaning bozor kapitallashuviga e'tibor qaratiladi. Minimum holatda bozor kapitallashuvi 300 ming dollardan yuqori bo'lishi kerak, lekin bozor kapitallashuvi qancha oshib borgan sari bu investorlarning bu kompaniyaga nisbatan qiziqishi, ishonchi ham oshib boradi. Ideal holatda aytgan bo'lardim, bozor kapitallashuvi 1 milliard dollardan yuqori bo'lishini, ya'ni kompaniya 1 milliard dollardan yuqori bo'lsa, nisbatan yirikroq investorlar, hedge fondlar bu kompaniyaga fokus qaratadi va sotuvga katta miqdordagi sotuvlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu aksiyani joriy narxi. Aksiyani joriy narxi 10 dollardan yuqori bo'lishi kerak. 10 dollardan yuqori bo'lishining asosiy sababi nega? Siz boya aytib o'tgandek, yirik investorlar albatta nisbatan riski kamroq bo'lgan kompaniyalarga pul kiritishni xohlaydi. Ya'ni aytaylik, million dollar puli bor insonlar 20%, 10% yurishini kutmaydi. Ularga 5-6% yurishi ham yetadi. Ya'ni yirik investorlar xuddi shunaqa tarzda savdo kiradi. Endi 10 dollardan arzon bo'lgan aksiyalarda volatility o'ta yuqori. Volatility degani bu bir kun davomida aksiyaning o'rtacha harakati degani. Ya'ni aksiya 8 dollardan 10 dollarga chiqishi bir kunda amalga oshishi mumkin, lekin 20 dollarlik, 30 dollarlik aksiyani 21 dollarga chiqishi bu juda sekinlik bilan amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Shuning uchun nisbatan qimmatroq aksiyalarda riski, ya'ni volatility yurishi nisbatan sekinroq bo'lganligi uchun ham yirik investorlar ko'proq savdoga kirishadi. Uchinchi asoslarimizdan bittasi bu kompaniyaning oxirgi 3 oyda chiqargan yangiliklari deyarli hammasi ijobiy bo'lishi kerak. Ya'ni kompaniya oxirgi 3 oy davomida faqatgina o'sish ko'rsatkichini ko'rsatib, sekinlik bilan o'sib borayotgan kompaniya bo'lishi kerak. Endi keyingi 4-chi asosimiz bu shariat jihatdan joiz deb topilgan faoliyat turlari bilan shug'ullanish kerak. Bilasizlar, shariatimizda alkogol mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, bundan tashqari tamaki mahsulotlari va cho'chqa go'shti bilan faoliyat yuritadigan kompaniyalar joiz emas deb topilgan. Bu mening shaxsiy fikrim emas, albatta mutaxassislarning fikri. Ushbu mutaxassislarga ergashgan holatda mana shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga investitsiya kiritmaslikda maslahat bergan bo'lardim. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu kompaniya sof foydaga chiqqanligi. Bilasizlar, Amerika fond birjasida ko'plab kompaniyalar hali sof foydaga chiqmagan va faqatgina o'zlarining qarzlarini qoplash bilan ovora bo'ladi. Shunaqa holatlarda albatta kompaniya qancha sof foydaga chiqqan bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Ya'ni ishonchlilik darajasi anchagina yuqori bo'ladi. Siz u kompaniyaga 2-3 yil davomida pulingizni ishonib topshirsangiz ham, u kompaniya bankrot bo'lmasdan, aksincha u yanada yuqoriroq o'sish ko'rsatkichlarini yuzaga keltirishi mumkin. Chunki sof foydaga chiqqan kompaniyagina o'z vaqtida oyliklarni tarqatishi mumkin va investorlarga qo'shimcha dividend sifatida pul ajratish ehtimoli yuqori bo'ladi. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan 6-chi asosimiz bu institutsional investorlar hajmi 40% dan yuqori bo'lishi. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tgandek, institutsional investorlar, hedge fondlar, ya'ni BlackRock kabi yirik tashkilotlar albatta kompaniyani 40% dan ko'proq ulushiga egalik qilish kerak. Mana shunaqa holatlardagina ular aksiyani uzoqroq muddat davomida ushlab turishadi. 40% dan yuqori bo'lgan holatda ular shortga ochishmaydi. Ya'ni short bu keyingi asoslarimizdan bittasi. Short hajmi 10% dan kam bo'lishi kerak. Short hajmi bu kompaniyani narx tushishi orqali daromad qilish usuli hisoblanadi. Bu usul shariat bo'yicha nojoiz deb topilgan usul hisoblanadi. Ya'ni kompaniya narxi qancha tushsa, ular shuncha daromad qilib borishadi. Bunaqa savdo metodlari ham mavjud, lekin bu narsani taklif qilmayman. Bu juda yomon yo'nalish sifatida ko'riladi. Va short hajmi 10% dan kamroq bo'lishi kerak. Agar short hajmi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, kompaniyaning o'sishi shuncha og'irlashadi. Xuddi agar short hajmi o'rtacha 20% deb oladigan bo'lsa, o'sha 20% bu
stokqa qarab chiqib ketyapsiz, stokqa qarab chiqayotgan holatingizda sizga katta sumkani osib qo'ydi va siz yurishingiz anchagina sekinlashdi degan ma'noni bildiradi. Short hajmi qancha kam bo'ladigan bo'lsa, sizni yelkangizdagi yukingiz ham xuddi shuncha kam bo'ladi va natijada sizni tepaga qarab yurish ehtimolligingiz anchagina yuqori bo'ladi. Akslarda ham xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Va eng oxirgi asoslarimizdan bittasi bu moliyaviy tahlilchilarning narx targetlari yuqori bo'lishi. Bu nima uchun muhim desangiz, Amerika fond birjasida bir necha o'nlab yillar davomida savdo qilib kelayotgan yirik investorlar, tashkilotlar bor va mana shu tashkilotlar tarafidan chuqur 10 yil, 20 yil davomida ishlagan treyderlar o'zini shaxsiy fikrini bildiradi mana shu kompaniyalarga nisbatan. Ya'ni bu kompaniya tajriba bilan kelib chiqqan holatda mana shu narxgacha o'sadi deb o'zlarining narx targetlarini beradi va mana shu narx targetlarini o'zlari asoslab berishadi. Qanchalik narx targetlari yuqori bo'lsa, biz kompaniyani o'sish ko'rsatkichini shuncha yuqori deb ko'rishimiz